Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Siz hozir Tashkent Motors avtosalonida sotuvda bor mashinalar ro'yxati bilan qisqacha tanishib o'tasiz. Xudo xolisa va Xoliq qudrat qo'limizdan kelgancha video tayyorlashga harakat qildik. Harakatlarimizni baholash uchun like bosishni hamda podpisatsiya bo'lishni unutmang deb qolamiz. Zeroki bizga bu kuch bo'ladi. Hozir siz Instagram kanalida ko'rib turibsiz. Bizni YouTube kanalida to'liq videoda ko'rishingiz ham mumkin. YouTube'da Turg'un Bo'riyev deb yozasiz va chiqib keladi. Xo'p, mashinalar ketma-ketligi bilan Faf Tiger shassi zavodskoy gaz ustonovga qilingan holatida ko'rishingiz yoki topishingiz mumkin. Bizda Faf kompaniyasining ancha-muncha mashinalar sotuvda bor. Bu ma'lum, hammaga ma'lum bo'lgan Jak 3 xilda bo'ladi. Yuk mashinasi X200larimiz, Faf Tiger samosavallarimiz 5,5 tonnalik 6 kubalik mana. Bundan tashqari Priyom tovarni hamda Stenley Metallический Faf kompaniyasining mana bu turgan endi kola reklamasiya yopishtirilgan. Bu o'zingiz xohlagan brendingizda, ya'ni o'zingiz brendingizni yopishtirib olishingiz ham mumkin. Bu Priyom tovarni hisoblanadi hamda -20 gradusli, -5 gradusli refrigerator holatidagi ham sotuvda bizda topishingiz mumkin. Davom etamiz. Bizda yana 2 tonna 820 kg mo'ljallangan shassi Jak X200 Priyom tovarni, Jak G3 bortovoy hamda Baf minivillar M3 3 xilda variant, M4 mexanika variantida xarid qilishingiz mumkin. Hamda skidkada turgan Jak GS6larimiz ranglarida mavjud. Elektromobillarimiz rastrochkaga turibdi hamda Jak G7 benzinda harakatlanadigan lift uslubidagi mashinalarimiz va boya aytganimizdek -5 gradusda yurib beradigan refrigeratorli Faf mashinalarni topishingiz mumkin. Xo'p, bizni YouTube'da kuzatishingiz mumkin. Turg'un Bo'riyev kanalida ko'rishingiz mumkin. 90 kodi bilan 133 88 66 raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'lasizlar.